juma kuni sayyidul ayyom, kunlarning ulug'i hajjil masokin, kambag'al miskinlarning hajji, rahmat baraka yog'ilib turgan soatda mana bu o'tirgan odam hammamizni ismi sharifimiz rahmat farishtalarining qo'lidagi kitob daftariga tillodan bo'lgan qalam, kumushdan bo'lgan kitobiga fulan ibn fulon, palonchining o'g'li pistonchi deb turib daftariga yozilgan odamlar o'tiribmiz. Imom mehrobga chiqqunga qadar farishtalar darvozani oldida turib kirayotgan odamning ismini yozar ekanda. Mana shu odamlar hozir yozildi. Hadis sharifga qaraganingizda yozildi. Shuning uchun imom mehrobga chiqqunga qadar kirib o'tirib olsa, men farishtani daftariga kirishim kerak. Farishta meni haqqimga duo qilish kerak va Allohdan meni so'rab berish kerak. Ya Robbiy, jahannam o'tidan ozod qilingan insonlar baytingga kirdi. Ya Robbiy, jahannamdan ozod qil, biz guvohmiz, jannatingga kirgiz, biz guvohmiz deb turib farishtalar guvohlik beradi. Alloh hammamizni shularning safida qilsin ilohim.